nech pul zarar bo'layotganini men sizga hozir hisoblab beraman. 740 millionga olingan avtosalondan 25-yil, aka. Hozirgi kunda narxi shunaqa ham tushib ketadimi? 9000 kilometr yurgan Kia Sorento 2,5 litrlikni eng full o'sha shaybali skorost bo'ladi-yu. 9000 kilometr yurgan 740 millionga olingan mashina, aka. 25-yil avtosalondan olib bir qo'l haydalgan. Mana qaranglar. Mashinani hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Olinganidan keyin oldi chastlari полностью broneplyonka qilingan, tonirovka rajenilar olingan. Xullas, aka, shikalat narx bo'ldi. Endi ham bosib yormasangiz bo'lmaydi. Kia Sorento qidirib yurgan tanishingizga bu videoni yuborib qo'yinglar. Kamida adamimizga olib berib haydattirish nasib qilsin. Nima dedinglar? Niyat qildim deb yozib qo'yavering. Bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Skorsidan farqlab olsangiz bo'ladi. Shaybali bo'lsa, qimmatlari bo'ladi. Xullas, 7 kishilik, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yengidek bo'lib turibdi. 9000 kilometr yurgan. Mana 48500 dollar narxi. Primo egalari telefon qilib barakasini qilib olsanglar bo'ladi.